Hammasi soatni ichib bo'pti. Hozir kirilichi. Soat 8 bo'pti. Voy, 8 bo'pti bolalar. Xo'p, nonim bor, hamma narsam bor. Endi bugun maktabga kech qoldim-da, adabiyot yo'q. Bugun adabiyot yo'q. Matem bor, ona tili ham bor. Xo'p, rushkam olmabman. Rushkam qolib ketdi, rushkam mana. Yo, barchaga salom. Yana sizlar bilan men Niko. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Xo'p, biz 100 ta bo'ldik. Shuning uchun hammaga rahmat. 100 ta bo'lganimiz uchun meni qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat deb qolaman. Va bu maktab serial bo'ladi. Maktab serial bo'ladi. Hozir men bugun maktab o'taman. Maktab. Xo'p, bu yerdan chiqaman va salom qishloqqa, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Bugun maktabga kech qoldingmi? Ha, bugun ham kech qoldim. Juda ham yomon. Xo'p, maktabga borsam, voy, o'rgimchakka qaranglar. Yaxshi ham qilchoq olganim. Bo'lmasa, o'lib qolardim. O'quvchilar nimaga ketyapti? Maktab. Assalomu alaykum, direktor. Va alaykum assalom. Nega bugun ham kech qolding? Qaysi sinfda o'qiysan? 4-sinfda o'qiyman. Ha, 4-da o'qiysan ekan, bildim. Xo'p, tez sinfga kel. Xo'p, mayli. Informatika. Xo'p, bu yerdan endi nima qilaman desa, xo'p, sinfga qanday qilib kirsam ekan? Ustozdan qo'rqaman-da. Ustozdan. Hamma bolalar bor shekilli. Mayli. So'kirchibmikan? Ustoz, kirsam maylimi? Qar, nega bugun kech qolding? Assalomu alaykum ustoz. Nega bugun kech qolding? Senda aql bormi o'zi? Qolganlar qayerda? Qolganlarga javob berdim. Bugun seni o'qitmoqchiman. Xo'p, unda qish qilmay gapiring. Ha, o'tir joyingda. Bir kun kechirdim. Xo'p. Xo'p, ustoz bugun qaysi dars? Bugun seni ham esdan chiqib qolyapti. Matematika bilan ona tilimi? Informatika ham bor. Informatika. Unda kitob bermagan. To'g'ri. Hop. Yoz. Ona tilga. Vatanimiz. Juda go'zal. Xo'p. Juda nima edi keyin? Go'zal. Endi nima? To'xta-ku, bilmaysanmi shuni ham? Mana bo'ldi. Endi matematika o'qitdim. Javob tayyorladingmi? Yo'q. Doskadan tur. Mana. Ustoz, endi o'tirsam bo'ladimi? 5 minut, ya'ni yarim sekunddan beri turibman. O'tir mayli.
Matematikani olib chiq. Olib chiqdim. Yoz endi. To'rt plus olti. 6 Teng. Ay, Yoz endi. 4 plus nechidi? Ay, 10. Endi yoz. 6 6 minus 4. minus 4 teng 2. Bo'ldi. Endi bersang bo'ldi. Mana ustoz, mana olishingiz mumkin. Oling. Bo'ldi, baholatib ham bo'ldik. Endi informatika xonaga bor. Bugun informatika. Ona tilini 1 soat o'tdik. Matematikani 3 soat. Bitta soat qoldi. Undan uchinchi. Yo'qol. Xo'p, ustoz. Namını qattiq qo'llar. Xo'p, birinchi etapga o'tamiz. Xo'p, endi informatika xonaga kiraman. Ustoz yo'q. Mayli. Chegin kelib qolar. Mana kontrol o'ynab turaman. Counter Strike. Indamay. Yaxshi, og'a direktor bo'lamda men so'rayman. To'xtab turasiz. Xo'p, mana xo'p. Endi boraman. Mana uyimga hozir videoni to'xtatib turay. Mana eson-omon qaytib keldim uyimga. Barchaga xayr. Yana sizlar bilan men Niko kanalimga obuna va like bosib qo'ying. Bye.